Erkaklar aka ukangiz bilan bitta xonadonda yashaysizmi? Erkak bo'ling, bolangizga nimadir olib keldingizmi, uni bolasiga ham olib keling. Alloh sizga ziyoda qilib beradi. Ehson mukofoti faqat ehson. Eng yomon narsa shu-da, ani o'sini bolasi uchalasi bittadan banan ko'tarib chiqadi-da. Buni bolalarni ham yegiz keladi, lekin buni ota-onasi hozir sharoit yo'qdir yoki bo'lmasa bormagandir. Bolaga tushuntirib olmaydi. Mana bolam 10 ming pul, men senga ertalab banan olib beraman. Ertalabgacha o'ksinib chiqadi bolani qalbi. Turadigan bo'lsa 10 ming ham turmaydigan bananni deb siz farishtalarning qalbini og'ritib chiqasiz ertalabgacha. Vijdon qiynalmaydimi, vijdon? Bu ish ko'proq xotinlar qiladi. Eri 1 kilo olib keladi, shu 5 ta bolaga yetadi, 2 tasini olib beradi, qolganini bekitib qo'yadi. Unaqa qilmang. 3 kun yemasa qorayib ham qoladi. Hech qachon bola ajratmang. Allohning oldida javobini bera olmay qolasiz. Sizni uyingizga kelibchi, sizni dasturxoningizdan bitta bo'ling non yesachi, do'ppingizni osmonga otib yuboring, hop. Agar o'zingiz bola sizni uyingizga chiqib, dasturxoningizdan bitta non yesa, qo'lini o'ping, nonni olib yegani uchun. U dunyoda buni savobi katta. Shuningdek, qaynakachingiz bolasi kelib 3 kun sizni uyingizda yashasa boru, uni qachon ketadi, jonga tegdi demang hech qachon. Eringiz unga bir narsalar olib bersa, demang, qizg'anmang. Rosa savobi katta bo'ladi buni. Rosa savobi katta bo'ladi. Alloh sizga rizq yog'dirib qo'yadi evaziga. 5 ming so'm rasxod qilsangiz 50 ming so'm beradi. 50 ming so'm rasxod qilsangiz 500 ming so'm beradi. 500 ming so'm rasxod qilsangiz Alloh 5 million so'm beradi. Hech qachon qizg'anmang. Qo'shningizning bolasi chiqib siz uyingizda bir narsa yesa, nuqul uyimizga chiqib ovqatlanadi demang. Xursand bo'lib keting, xursand. Har bittasiga ajr yoziladi. Hech qachon bolani boladan ajratmang. Bir narsa olsangiz hammasiga oling. Shuni biling, hech qachon eringizga ayting, adasi deng, bizani uyda deng, nechta bola bor? 10 tami, 10 tasiga ham olib keling deng. 100 mingga o'zimizning o'g'limizga bitta narsa olmang deng, 10 mingdan hammasiga olib keling deng. Akangizni bolasi ham bizani bolamiz, ukangizni bolasi ham bizani bolamiz, opa-singilningizni bolasi ham bizani bolamiz. Shuni bilib oling deng.